Bu dunyoda hamma narsa ham pul bilan o'lchanmaydi. Bilasizlarmi, har yili Ramazon paytida men yangi ish boshlagan, yangi ish qilayotgan insonlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga tekinga storieslar qilib, auditoriyamga bu narsani tavsiya qilardim. Bu yil bundan mustasno emas, auditoriyam ko'paydi hozir. Salkam 420 mingta insonmiz, juda ham ko'pmiz va yangi ish boshlayotgan bo'lsangiz, yangi biznes boshlayotgan bo'lsangiz, uyda pishiriqlar qilasizlarmi, polfabrikatlarmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar bemalol direktimga yozinglar. Men sizlarga tekinga storiesda mutlaqo tekinga reklama qilib beraman. Faqat bitta shartim bor. Sizlar qiladigan mahsulot haqiqatan mazali bo'lishi kerak va yaxshi mahsulotlardan qilingan bo'lishi kerak. Chunki men auditoriyamga faqatgina yaxshi narsani ilinganman. Bemalol yozinglar. Kafe, restoranlar, iltimos, bu storiesni, bu videoni umuman chetlab o'tinglar. Sizlarga aloqasi yo'q. Buni haqiqatan shu narsa kerak bo'lgan insonlarga qilib bermoqchiman. Sababi men endi kafelar ochgan paytimda bilasizlarmi, unaqa katta mablag' bo'lmagan va men orzu qilardim. Meni ham qaysidir bloger reklama qilsin, meni ham qanaqadir yulduz reklama qiladimi deb. Lekin zamon zaylana qaranglar, hozir aylanib, o'sha men reklama qilishni orzu qilgan insonlarni ishi menga tushib turibdi. Ular menga murojaat qilib, ishini bitiryapti. Shu sababdan yer dumaloq, bilasizlarmi, yaxshilik qilishga ulgurish kerak, ayniqsa bu Ramazon oyida. Shu sababdan shu videoni maksimal darajada tarqatib tashlaylar. Kimga kerak bo'lsa, bemalol direktga yozinglar. Xudo xolasa, imkon qadar men bir oy davomida tekinga yangi ish boshlaganlarni reklama qilaman.